hammasi o'zingni qo'lingda. Miyangdan chiqarib tashla. E'tibor berma. O'zi o'tib ketadi, o'zi chiqib ketadi. Siqilma degan so'zlarni eshitayotgan bo'lsangiz, bu katta ehtimol bilan sizda panический ataka, vahima xavotir hujumlari va nervus kasali borligini alomati. Agar siz ham yaqinlaringiz shunday deyotgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan sizda aybdorlik hissini yoki mana shu holatdan chiqib ketolmaganingizda paydo bo'layotgan tushkunlik hissini keltirib chiqarayotgani belgisi emas. Agar sizda ham shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, bugun men sizga qanday qilib nevroz holatida, vahima yoki panika holatlarida qanday yo'l tutish, qanday chora ko'rishni tushuntirib o'taman. Nima uchun shuncha paytdan beri nevrozga qarshi chiqib, ya'ni irodangizni ishlatib, nevrozni yenga olmayotganingiz sababini ilmiy jihatdan tushuntirib beraman va buni yengish uchun ko'rsatmalar beraman. Xo'p, avvalo miyamizni ishlash prinsipiga, ishlash nima deydi, sohalariga ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sizdagi qaror qabul qilish, mantiq, hisob-kitob, fikrlash, shunday holatlarga, ya'ni shunday jarayonlarga miyaning peshona bo'lagi, miya po'stlog'ining peshona bo'lagi, ya'ni prefrontal korteks deydi, mana shu qism javob beradi. Ya'ni mana shu qism orqali biz qaror qabul qilamiz, mantiqan fikrlaymiz, o'ylaymiz. Endi buni teskarisi bo'lgan, ya'ni sizda hozir bo'layotgan vahima, qo'rquv, xavotir hissiyotlari yoki jarayonlariga miyamizni limbik miya deyiladi, ya'ni qadimiy miya. Ya'ni qadimiy miya deyishimizga sabab bu birinchi rivojlangan, birinchi ko'proq mana shu narsa ishlagan, ya'ni insoniyat paydo bo'lgandan beri hozirgacha insoniyatni himoya qiladigan miya qismi, ya'ni amigdala deyiladi. Mana shu yerda bizdagi barcha xavotir va qo'rquvlar saqlanib qoladi. Kelajakda xuddi shunday narsa yana duch kelganda, masalan, bolaligingizda sizni kuchuk yoki it tishlab oldi, siz katta bo'lyapsiz, lekin hali ham kuchuk yoki itdan qo'rqasiz. Bu mana shu amigdalada qolib ketgan xotira yoki hissiy jarayon hisoblanadi. Sizni holatingizda bo'layotgan narsa ham mana shu amigdaladan bo'ladi va amigdala sizdagi vahima xavotir paytida amigdala ishga tushgan hisoblanadi va himoya rejimini yoqadi. Miyada himoya rejimini yoqadi. Himoya rejimi yongandan keyin sizni boyagi iroda, diqqat bilan ishlayotgan prefrontal korteks, ya'ni peshona bo'lagi umuman ishlamay qo'yadi. Ya'ni o'zini gaplarini, o'zini nima desa bo'ladi, fikrlarini yoki o'zini qarorlarini miyaga singdira olmay qoladi. Va sizni butun diqqat e'tiboringiz, butun hayolingiz, butun taningiz mana shu qo'rquv ichida chulg'anib qoladi. Xo'p, bu holatda nima qilish kerak? Mana shu vahima, qo'rquvga tushgan odamni men botqoqlikka tushgan odamga o'xshataman. Botqoqlikka tushib qolgan odamni ham biladigan bo'lsangiz, u qancha chiqishga harakat qilib, qancha pitirchilab, qancha qarshi kurashgani sari botqoqlik uni shunchalik o'ziga tortib ketaveradi. Aksincha, tinch holatda, sekin-asta biri bilan harakat qilsa, bundan chiqishning imkoni bor yoki yordam chaqirishning imkoni bor. Endi bu holatda nima qilish kerak? Agar siz qo'rquv, vahima paytida qandaydir yo'llar bilan qarshi kurashishga harakat qilsangiz, qarshilik qilishga harakat qilsangiz, nimalardir qiladigan, qandaydir bu narsani yengaman deb unga qarshi turadigan bo'lsangiz, bu o'sha bizdagi miya markazidagi amigdala qismiga xavf hali ham bor. Demak, biz kurashyapmiz. Demak, xavf hali ham bor. Yana ham kuchliroq kurashishimiz kerak deb turib, mana shu himoyani sizda kuchaytirib yuboradi va sizdagi vahima, qo'rquv holati yana ham kuchayib ketaveradi. Agar siz bu holatda aksinchasiga, ya'ni yuragim tez uryaptimi? Mayli tez uraversin. Nafasim qisilyaptimi? Qisilsa qisilar. Bu vegetativ asab tizimining qo'zg'alishi natijasida bo'layotgan jarayon degan narsani qabul qilishni boshlasangiz, o'zingizda ichingizda mana shu narsani aytadigan bo'lsangiz, siz shunchaki qo'rquvga qarshi turmasdan unga darvozalarni shunday lang ochishni boshlasangiz, amigdalada shunday fikr paydo bo'ladiki, demak, biz noto'g'ri xavf belgisini yoqibmiz. Hozir bu yerda hech qanday xavf yo'q. Agar xavf bo'lganda qarshi kurashardi yoki qochib ketardi. Demak, u qarshi reaksiya qilmayapti, tanamiz yana reaksiya qilmayapti, qandaydir narsa qilmayapti. Demak, bizda hozirgi holatimizda
hech qanday xavf yoki xavotirli narsa yo'q deydida, bu tezroq o'tishni boshlaydi. Va bu narsani siz vaqti bilan qilishingiz davomida bu narsa o'z-o'zidan pasayishni boshlaydi. Amigdala xavf signalini yoqib yuborganda, birdaniga berib qo'yganda, siz buni oddiy qabul qilishni boshlashingiz bilan bu narsa sekin-asta pasayib boraveradi. Mana shu narsani qilishingiz sizga eng katta yordam beradigan jarayon hisoblanadi. Agar bu video sizga qandaydir qarashlaringiz, anglashlaringizda ozgina o'zgarishga yordam bergan bo'lsa, fikrlaringizni o'zgartirishga yordam bergan bo'lsa, yangicha qarash uyg'otgan bo'lsa, layk va obuna tugmasini bosishni unutmang. Kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni, savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qolishingiz mumkin. O'zingiz ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.